Chortoq tumanida ta'lim muassasalarini zamonaviy talablar asosida yangilash hamda energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan ishlar izchil davom etmoqda. Jumladan tumandagi 8-umumta'lim maktabida Karat Building mas'uliyati cheklangan jamiyati bunyodkorlari tomonidan loyiha qiymati 17 milliard 130 million so'mlik energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish orqali o'quvchilar uchun qulay hamda zamonaviy o'quv muhitini yaratish maqsadida mukammal ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Qurilishimiz boshlanganiga deyarli 4 oydan oshdi. Qurilishimizni boshqarib olib borayotgan korxona ST Karat Building MChJ. Obyektni qilishdan maqsad energiya samaradorligini oshirish. Obyektimizni qurilish jarayoni tugashi 9 oy muddat berilgan. Biz muddatdan avval sentyabrga topshirish harakatidamiz. Qurilish jarayoniga jalb etilgan usullar hozirda 63 nafar ishchimiz ishlab turibdi. Xomashyolar asosan bizda energiya samaradorligini oshirish birinchi maqsad. Fasadimizga ishlatilayotgan X-loy 20 sm bazalt qoplamasi. Buni qilishdan maqsadimiz vent fasad. Avstraliya texnologiyalari asosida bazalt, uning ustidan profil, breflyonli profil, uning ustidan vibrasement degan narsamiz bor. Bu bizga yangi kirib kelgan texnologiya hisoblanadi. Buni asosan o'zimizda ishlab chiqariladi. Toshkentdan keladi bu mahsulotlarning hammasi. Mustahkamligi hozirda buni 10 yil oshiq deyishyapti. Undan ham ko'proqqa yetadi. Amalga oshirilayotgan bu kabi islohotlar natijasida 8-maktab yaqin istiqbolda zamonaviy, energiya samarador va barcha qulayliklarga ega namunaviy ta'lim maskaniga aylanadi.